Assalomu alaykum Angren ahli. Bundan bir oy avval sotilgan uyimiz ayrim sabablarga ko'ra qaytadan yana sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Gyolk mahallasida joylashgan bo'lib, 6 sotixga 8 xonali xonadonga kelganmiz. Qanunda operator ko'rsatib beramiz. Mana uyimizni ko'rib oldik. Bu uyimizni 53.500 deb baholashyapti egalar. Biz nomimizdan chiqsalaring, yana ham kelishtirib beradigan joyi bor. Bunaqa arzon uylarni o'tkazib qo'ymaslik uchun bizga obuna tugmachasini bosib qo'ying. Chunki sababi o'tgan safar uy sotilib ketgandan keyin ham juda ko'pchilik telefon qilib, mana shu xonadonni olaman deb so'ragan edi. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib gaplashib olsalaring bo'ladi.